Miqat, Zulhulayfa. Miqat so'zining lug'aviy ma'nosi nima? Miqat haj va yoki umra amalining niyatini qilmoqchi bo'lgan har bir erkak va ayol ihromga kirishi shart bo'lgan aniq nuqta va joydir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, li ahli al-Madina Zulhulayfa. Madina ahli uchun belgilangan miqat bu Zulhulayfadir. Madinadagi har bir ziyoratchi shart bo'ladiki, Zulhulayfa miqotidan haj va yoki umra amalining niyatiga kirmog'i lozim bo'ladi. Nabiy alayhi salatu vassalom oxirgi vidolashuv hajlarga ketishlaridan oldin bu muborakli vodiy haqida xabar beradilar. Atani al-laylata atin min robbi faqal salli fi hadha al-wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajja. Nabiy alayhi salatu vassalom aytadilar, bu kecha Robbim tomonidan kelgan bir farishta, ya'ni Jabroil alayhissalom menga dedi, mana shu muboraklik vodiyda namoz o'qing va umrani haj bilan birga niyat qiling